Hammani bir dardi bor. Ishida, oilasida, sog'ligida siqilmaslik kerak. İşimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni-da umuman o'xshamasa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Hamma bir xil bo'lish kerak degan qonun yo'q. Hammani ishi birdan o'xshashi kerak degan narsa yo'qki. Men nima dardim bo'lsa, hammani shunaqa dardi bo'lsin. Men ko'r bo'lsam, hamma ko'r bo'lsin. Men baxtsiz bo'lsam, butun dunyo baxtsiz bo'lsin. Nima dardim bo'lsa, hamma shu dard bilan dardlansin deya olmaymiz-ku. To'g'rimi? Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Biz insonlik bunday qila olmaymiz. Unday deya olmaymiz. Agar unday deyotgan bo'lsak, bir kasal bor ichimizda. Bir maraz bor ichimizda. Alloh oqibat